Kastiliya va Lion tabiat merosi fondi Unikaha xayriya jamg'armasi hamkorligida taqdim etadi. CINTV va TVE mahsuloti. Obi hayot. Dengiz sohillari sayyohlar bilan to'lib ketishidan ancha oldin millionlab jonivorlarning tabiiy yashash joyi bo'lib xizmat qilar edi. Jonivorlar uchun sohillar oziqlanish, dam olish, juftlashish va nasl qoldirish uchun muhim joy hisoblanardi. Qirg'oq chegaralari quruqlik bilan dengizni xuddi ingichka tasmadek ilonizi chiziqlar bilan ajratib turadi. Dengiz sarhadlari. Bir qarashda qirg'oqlar faqat suv bilan qumdan iboratdek ko'rinadi. Ular bo'm-bo'sh maydonni hosil qiladi. Hech kimga tegishli bo'lmagan bu chegarada suv bilan qum bir xil huquqqa ega. Biroq bu joylarning ham o'z sir sinoati bor. Oy bilan quyosh, dengiz bilan quruqlik yuzlashadigan qirg'oqning ikki xil tabiatini belgilaydi. Oy taxminan har 6 soatda takrorlanadigan suvning kelishi va chekinishini izohlaydi. Bu doimiy marom qirg'oqda yashaydigan mavjudotlarning hayotini belgilaydi. Qirg'oqlar ko'rinishiga nisbatan ancha rang-barang. Qumlar qirg'oqqa kelib uriladigan to'lqinlar bilan uchrashganda turfa xil hayot ko'rinishlariga guvoh bo'lish mumkin. Qirg'oqlarning suv to'xtagan joyiga uzoqroq yoki yaqinroq bo'lgan bir necha metr masofalar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ammo dengiz suvi va qumlarning aralashmasi ko'plab har xil turdagi jonivorlar e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Magellan pingvinlari deyarli 6 oyni ochiq dengizda o'tkazishadi. Biroq janubiy yarim sharda qish boshlanganda 100 minglab pingvinlar qirg'oqqa yaqinroq bo'lgan joylarga kelishadi. Bir necha oydan so'ng ular birinchi marta quruqlikka qadam qo'yishdi.
Ularning bu yerga yetib kelishlari xavfsiz bo'lmadi. Pingvinlar dengiz suvlaridan uzoqroqqa yo'l olishadi. Birinchi bo'lib nar pingvinlar yetib kelishadi. Ularning birlamchi vazifasi qirg'oq bo'ylarida chuqurlik qazib, uya qurish. Bu oson ish emas. Holbuki ular har yili avval qazigan uyalarga qaytib kelishga harakat qilishsa-da, boshqa nar pingvinlar albatta u joylarni egallab olishga urinishadi va jang qilishdan boshqa iloj qolmaydi. Qayoqqa qaramang, hamma yoqda nar pingvinlar munosabatlarini oydinlashtirib olayotgan bo'ladi. Lekin quyosh botishi bilan ular baravarga qo'shiq aytishni boshlashadi. Pingvinlarning bo'g'iq ovozlari juda o'zgacha. Bu orada birinchi juftlik topishib bo'ldi. Ularning yaqinlik rishtalari yildan yilga mustahkamlanib boradi va hech qanday ortiqcha marosimsiz bir-biriga xushomadgo'ylik boshlanadi. Nar pingvin juftlashishdan oldin qanotlari bilan modaning biqiniga urib qo'yadi. Uyalar odatda qirg'oqqa yaqin bo'lgan joylarda o'sgan, mustahkam butalar ostida joylashgan bo'ladi. Agar mavsum omadli kelib, ozuqalar serob bo'lsa, har bir juftlikda ikkitadan polapon dunyoga keladi. Qirg'oq bo'yi qumliklarida bir muddat yashagandan so'ng ular baliq tutish uchun bolalari bilan yana dengizga qaytishadi. Qirg'oqdagi qumliklarda o'sadigan o'simliklar boshpana va ozuqa beradi. Ularni butun dunyoda uchratish mumkin. Quruq iqlim sharoitlarida bu o'simliklarni asrash uchun qalin, suv o'tkazmaydigan membranalari va suvni zaxira qiladigan qalin barglari bo'ladi. Ularni cho'l o'simliklari bilan ko'plab umumiy o'xshash jihatlari bor. Barglar orasida esa o'zini panada saqlaydigan uncha katta bo'lmagan mavjudotlar yashaydi.
Tropik qirg'oqlarda dengiz qisqichbaqalarining ba'zi turi o'z uyalarini butalar ildizlari orasiga qurishadi va suvga faqat ko'payish uchun tushishadi. Mana bu rosmana quruqlik qisqichbaqalari qirg'oq bo'yidagi o'simliklar orasida ov qilishadi. Bu yerdagi o'simliklar bilan zichlangan qadimiy qumliklarda ular o'zlarining uylarini barpo etishgan. Suvga yaqinroq bo'lgan joylarda sharoit butunlay o'zgacha. O'txo'rlar bu yerda kamdan kam bo'lishadi, chunki qirg'oqda o'simliklar kam o'sishadi. To'lqinlar kelib to'xtagan chegaraning qumloq tarafida umuman hech narsa o'smaydi. U yerda faqat qum bor. Lekin ham qirg'oqdagi, ham qumloqdagi buncha ko'p qum qayerdan kelib qolgan? Qirg'oqdagi qumlar sohildagi qoyalarga urilgan to'lqinlarning harakatlari natijasida hosil bo'lgan. O'yilib tushgan bo'laklarni to'lqinlar yana qoyalarga uloqtiradi. Bu uzoq davom etadigan jarayon toshlarni yemirib, ularni zarralar ko'rinishigacha kichraytiradi. Ba'zi mintaqalardagi qumlar tarkibida ko'p miqdordagi chig'anoq va marjon qoyalar bo'laklari bor. Qirg'oqlarning suvdan biroz uzoqroq qismi faqatgina kuchli ko'tarilish va shiddatli to'fonlar vaqtida suv tagida qoladi. Bu joylar sayyoramizdagi eng yirik tyulenlar hayotidagi muhim hodisaga guvoh bo'ladi. Dengiz fillari qirg'oqlardan juftlashish mavsumida foydalanishadi. Lekin ular hech qachon dengizdan uzoqqa ketishmaydi. Ular biroz salqinlanib olish uchun suvga yaqinroq bo'lishni afzal ko'rishadi. Fillardan keyin dengiz fillari quruqlikdagi eng yirik sut emizuvchi hisoblanadi. Dengiz fillari yilning 3 oyini quruqlikda o'tkazadi. Ikki oylik juftlashish va nasl qoldirish mavsumidan keyin kattalar kuch to'plash uchun yana dengizga qaytishadi. Shundan so'ng ular tullash uchun yana qirg'oqqa chiqishadi. Bu vaqtda ular juda xunuk ko'rinadi. Po'st tashlash dengiz fillaridan juda ko'p quvvat talab qiladi. Shuning uchun ular buni kam harakat qilgan holda amalga oshiradi. Dengiz fillarining kun tartibiga havas qilsa arziydi. Ular soatlab qirg'oqda hech narsa qilmasdan yotishadi. Quvvatni asrab qolishning eng yaxshi yo'li bu uyqudir. Bu vaqtda ularning nafas olishi 10-15 daqiqaga to'xtaydi.
Lekin eng ajablantiradigan shuki, dengiz fillari suv tagida 2 soatgacha qolib ketishlari mumkin. Teri osti yog'lari 7 sm qalinlikda bo'ladi. Bu ularning sovuq suvlarning tublariga sho'ng'ishida juda asqotadi. Lekin ayni paytda aynan shu yog'lar sababli dengiz fillari o'zlarini issiqdan juda behol his qilishyapti. Isib ketishdan ular salqin qumlar yordamida saqlanishadi. Qumlar bergan salqinlik dengiz fillari organizmida qon aylanish tizimini yaxshilaydi. Shuning uchun ularga bunday paytda namli qum ichiga ko'milib yotishdan ortiq rohat yo'q. Ba'zi bir qirg'oqlar faqat kam sonli mavjudotlarnigina talabiga javob beradi. Tap-taqir hayot nafasi ufurmaydigan kengliklar bu yerdagi hayvonlar uchun bamisoli dushman qamaliga o'xshaydi. Bu joylarning doimiy ravishda o'zgarib turishini bilgan qumloq faunasi ko'chib kelib, bu yerlarga joylashib olishga ishtiyoqmand emas. Lekin bu yerlar dengiz eshak qurtlariga o'xshaydigan ko'plab mayda qisqichbaqasimonlar uchun boshpana bo'lib xizmat qiladi. Ushbu mayda qisqichbaqasimonlar kabi qirg'oq bo'ylarida yashaydigan boshqa yana ko'plab mavjudotlar suv ko'tarilishlari va to'lqinlar oqizib kelgan chiqindilarni titkilab, o'lik moddalarni axtarib yurishadi. Bu joylar qirg'oqdan ko'ra ko'proq quruqlik va dengiz o'z mahsuloti hamda chiqindisini taqdim qiladigan bozorga o'xshaydi. Va albatta bundan unumli foydalanadigan mavjudotlar har doim topiladi. Dengiz qirg'oqqa chiqarib tashlagan chiqindilar turli hayvon va qushlar e'tiborini o'ziga tortadi. Yovvoyi to'ng'izlar qirg'oq bo'ylariga ba'zan tayyor ozuqani qidirib kelishadi. O'lgan kit tanasi ular uchun juda tansiq ozuqa hisoblanadi. Shuning uchun bunday paytda yovvoyi to'ng'izlar o'z nafsini jilovlab tura olmaydi. Loyqo'raylar galasi mayda jonivorlarni axtaryapti. Ular qirg'oq bo'ylarida chaqqon harakat qilib, dengiz chiqarib tashlagan chiqindilarga kelgan hasharotlarni qidirishyapti. Darbadar qisqichbaqalar quyosh botgunicha o'z chiqanoqlariga berkinib yotishadi. Keyin ular ba'zi bir baliq yoki qisqichbaqa qoldiqlarini qidirib, chiqanoqlaridan chiqishadi. Shuningdek, qisqichbaqalar mana bu ozuqa bilan ham kifoyalanib ketaverishadi. Suv o'tlari va mayda organizmlarning chiqindilari esa qumdan organik moddalarni filtrlab oluvchi mana bu sharpa qisqichbaqalarni ozuqa bilan ta'minlaydi. Ular qumni bir maromda yutadigan mexanik mashinaga o'xshaydi.
Kech tushishi bilan ular quruqlikka chiqishadi. Toshbaqalar sohilning eng quruq va baland joyiga intilishadi. Ularning tuxumlari u yerda nam va kerakli darajadagi haroratda yaxshi saqlanadi. Har bir dengiz toshbaqasi 120 tagacha tuxum qo'yadi va 1 soatdan so'ng yana dengizga qaytib ketadi. Ikki uch kechaning o'zida 50 mingtagacha toshbaqa bir joyga kelib, 500 mingtagacha tuxum qo'yadi. Lekin ularning hammasi ham dengizga qayta olmaydi. O'lgan toshbaqaning tanasi mana bu qora kalxatlar galasini o'ziga jalb etdi. Bu o'lakso'xo'r qushlar uchun juda yaxshi ozuqa. Bir kun o'tar o'tmas toshbaqaning faqat suyaklari qoladi. Qora kalxatlar uchun toshbaqalarning ko'payish mavsumi mo'l ko'lchilik davrini yuzaga keltiradi. Agar toshbaqalar uyalarini ustma-ust qo'ygan bo'lsa, ularning tuxumlari nobud yoki tungi yirtqichlarga yem bo'ladi. Mana bu o'lakso'xo'rlar bu mo'l ko'lchilik davrida bazm qilish imkonini boy berishmaydi. Xullas kalom qirg'oq bu quruqlik va dengiz o'rtasidagi chegara bo'lib, hayoti bevosita unga bog'liq bo'lgan behisob mavjudotlar uchun boshpana hisoblanadi. Film Dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.